Assalomu alaykum. So'z yodlashda davom etamiz. 13 minutga qo'yamiz. Ketdi. Alive. Endi live degan so'z bor. Shu bilan bog'lab ketsak ham bo'ladi. Prosta harfi bor ekan. Ma'nosi tetik jonli degan ekan. Xo'p, tetik jonli. Xo'p, qo'yilsa bo'ldi, tetik jonli ekan. Xo'p, bunga obraz tuzib o'tirishimiz shart emas. O'zi oson so'z. Xo'p, celebrate. Celebrate. Celebrate'ga celebrate. Hop, celebrate. Seldir kelyapti. Seldir, ana ko'kat bor-ku, o'sha narsa kelyapti. Ma'nosi bayram qilmoq, nishonlamoq ekan. Xo'p, hamma odamlar qo'liga shu seldirlarni ko'tarib olib bayram qilishyapti. Shahar yoki gulmasda seldir. Celebrate. Keyingi so'zimiz but. Butga Budda. Xo'sh, ma'nosi etik ekan. Xo'sh, Buddani boshiga etik yig'izib qo'yganimizni tasavvur qilamiz. But, etik. Keyingi so'zimiz protect ekan. Protect. Xo'p, protectga protez kelyapti xayolimga. Ma'nosi saqlamoq, himoya qilmoq ekan. Xo'sh, bitta askar chegarada himoya qilyapti. Protezni himoya qilyapti, tasavvur qilamiz. U askarlar ham oyog'i rostakam emasda, protez oyoq. Va u shu protezlarni himoya qilyapti. Protect. Xo'p, keyingi so'zimiz live ekan. Live'ga. Xo'sh, live. Levante degan futbol klubi kelyapti. Live. Bilmasam, yana yaxshiroq variant bo'lsa aytinglar. Xo'p, jo'nab ketmoq, tashlab ketmoq ekan. Men Real Madrid muxlisi edim, lekin Levantega qarab tashlab ketyapman Real Madrid. Ya'ni Levantega o'tib ketyapman. Live. Xo'p, keyingi so'zimiz sense ekan. Xo'sh, sensor kelyapti, ya'ni telefon bunaqasi, ekrandagi sensori. Xo'p, ma'nosi sezmoq ekan. Xo'sh, kimdir meni telefonimni sensorini bundoq qilib shu blokdan chiqarsa, men sezyapman shu narsani. Sense. Keyingi so'zimiz tur ekan. Turga oddiy tur deb tasavvur qilsak ham bo'ladi, chunki ya'ni tur paketlar bor-ku, tur kompaniyalar, shu narsa xayolim kelyapti. Xo'p, ma'nosi ham shunaqa ekan, sayr sayohat ekan. Tur. Xo'p, keyingisi misol uchun agar kimgadir notanish bo'lsa bu so'z, xo'sh, tur paket sotib olasiz, o'rningizdan tur deb urush beryapti o'tdagilar shu sotib olgan paytingizda. Tur, ya'ni chet elga sayohatga tur paket sotib olasiz. Xo'p, wave. Wavega. Xo'sh, wave nima qilsak bo'ladi? Wave. Voy, kallam ishlamayapti. Xo'p, charchabman-da. Xo'sh, wavega. To'g'risi kelmadi. Wave'ga bir o'ylab ko'ramiz. Ma'nosi nima ekan bu? Faqat shu ma'nosi kelyapti, ya'ni to'lqin degan so'z kelyapti, to'lqin. Misol uchun, to'lqin surfing uchadi-yu. Shu to'lqinda surfing uchayotganlar hammasini qo'lida talqon bor. Shu talqon o'zbekcha ma'nosiga bog'layveramiz. Wave. To'lqin. Xo'p, keyingi so'zimiz throw ekan. Throwga menga bro kelyapti, bro. Ma'nosi uloqtirmoq, otmoq ekan. Bro menga tosh otyapti. Throw. Surib o'tadi ya'ni kamiga. Throw. Juniorga Neymar kelyapti. Neymar Junior deyshadi. Xo'p, yoshroq kichik ekan. Ya'ni Neymar Junior degani yoshroq kichik ekan. Junior. Xo'p, keyingi so'zimiz sudden ekan.
Saddinga sad kelyapti. Ya'ni ruschada bog' degan so'z bor, sad. Yoki detskiy sad, to'satdan. To'satdan detskiy sadga anaqa bomba tushdi, portlab ketdi hamma. Saddim, xudo saqlasin. Xo'p, create ga kir kelyapti, ya'ni kir kiyimli. Ma'nosi yaratmoq ekan. Butun dunyoni kir kiyimli egallab olgani uchun kir yuvish mashinasini yaratishdi olimlar. Create. Xo'p, habitga Hobbit kelyapti. Ani mayda pakana anaqa bo'lardi kinoda. Hobbit degan kino. Ma'nosi odat ekan. Hobbitlarni juda yomon odati bor, ya'ni ko'p sigaret chekadi. Bittada ikkitalab chekadi. Ya'ni nupaga deydi, bir talab qilib sigaret og'ziga to'ldirib oladi. Habit odat. Knowledge kelyapti, ya'ni naqd pul rus tilida. Knowledge. Yoki knowledge mana. Bu ham ruscha so'z, nima derdi o'zbekchasi? Choyshapi, shu narsa kelyapti. Bilim, ilm ekan. Xo'p. Knowledge pulingiz bo'lsa, bilim ham ola olasiz, ilm ham ola olasiz. Knowledge, ya'ni naqd pul bo'lsa. Xo'p, keyingi so'zimiz ko'z ekan. Ko'z deb tarjima qilsak, obraz qilsak bo'ladi. Ko'z. Ma'nosi sabab ekan. Ko'z. Xo'p, ko'zim ko'r bo'lib qoldi. Buni sababi ko'zimga cho'p kirib ketdi. Sabab. Ko'z. Clayga clay. Pomada clay. Loy ses chiqib keladi. Ma'nosi loy tuproq ekan. Pomada clayda shu qopda qog'ozni claylayman deb bitta qopqog'ini ochib bunday tegini burasangiz, anaqa chiqib keladi. Loy chiqib keladi clay uning. Clay. Loy tuproq ma'nosi. Formula. Endi formula bo'lsa kerak. Formula 1. Shundoq yozilishini eslab qoling. Oddiy formula. Xo'p, keyingi so'zimiz article ekan. Article. Arktika kelyapti. Xo'p, ma'nosi maqola ekan. Article. Arktikada maqola yozyapti. Jurnalistlar o'tirib olib, so'v joyda. Article. Maqola. Lab kelyapti. Ma'nosi kulmoq ekan. Ya'ni kulmoq. Laugh. Labim bir-biriga tegmasdan kulyapman. Laugh. Xo'p, keyingisi fail. Fail. Fayl kelyapti. Kompyuterda bo'ladi, fayllar. Shunaqa kelyapti. Xo'p, ma'nosi muvaffaqiyatsizlikka uchramoq, yiqilmoq ekan. Xo'p, men kompyuterimda bitta papkaga kiraman, ya'ni faylga kiraman deb bitta enterni bosdim, yiqilib tushdim. Fail. So'zlar bitta aylanib ketdi. Alive. Tirik jonli. Bo'lsa shu tirik degan ekan. Alive. Hop, ozgina aralashtirib ko'ramiz va qayta eslaymiz. Tormundda shu aralash desa yo'qotdi menga. Kartada. Hop, ketdi. Article, maqola. Laugh. Hop, kulmoq. Live. Hop, ketmoq, tashlab ketmoq. Levantiga tashib ketdik. Hop, sense. Sezmoq. Sensini ketayotgan sezotdim. Protect. Anaqa. Himoya qilmoq, saqlamoq. Clay. Pomada clay ochotdik. Ya'ni ma'nosi loy tuproq. Fail. Anaqa muvaffaqiyatsizlikka uchramoq, yiqilmoq. Formula. Knowledge bo'lsa nima qilardik? Bilim olardik. Ya'ni ma'nosi bilim, ilm. Ko'zimga cho'p sabab ko'r bo'lib qoldim. Cho'p kirib. Tour.
tour. Xo'p, bu sayohat, sayr. Celebrate, anaqa nishonlamoq, bayram qilmoq. Boot, etik. Wave, to'lqin. Throw, otmoq, uloqtirmoq. Junior, anaqa kichik, yoshi kichkina degani. Xo'p, alive, anaqa tirik, tetik. Sudden, anaqa to'satdan, детский sadki bo'lmish shunday. Xo'p, create, yaratmoq, kirlar ko'payib ketgani uchun. Xo'p, habit, odat. Xo'p, 2 minutcha vaqtimiz qoldi. Ya'ni 20 ta so'zni shu 13 minut, 15 minut orasi xullas yodlab qolganmiz. Sizlardan bitta iltimos, ko'proq podpiska tashlaylar. Xudo xolisa 1000 tadan oshib qolsak, promo efir qilib savol-javoblar qilardik. Promo efir uchun 1000 tadan ko'p obunachi bo'lish kerak ekan. Biz hozir 870 bitta bo'ldik. Salomat bo'linglar. Ertagacha.